katta natijani qayd eta olgan. Hasanboy Do'smatov haqida kunlab, haftalab, oylab gapirsa ham kam. Jang boshlandi. O'ylaymanki, Hasanboy uchun muammo bo'lmaydi. Oradagi yosh borasidagi farq anchagina katta tafovutni tashkil etsa-da, turk qardoshimiz bir marta bo'lsa ham Hasanboy bilan bahs olib borishni albatta reja qilganligi shubhasiz va bu rejasi hozir amalga oshyapti. Ko'ramiz uning jangi, uning harakatlari qanday bo'ladi. Hasanboy o'z uslubiga ega bo'lgan bokschilardan biri, 2 karra Olimpiada o'yinlari chempioni 2016-yil Rio de Janeiro va 2024-yil Parij. Jahon chempionati 2023-yil oltin, Gamburgda 2017-yilda kumush medal. Osiyo o'yinlari Osiyo chempioni 3 martalab va Universiada qator xalqaro nufuzli musobaqalar chempioni. Boshlandi. Hasanboy yon tomondan ikkilik zarba. Hasanboyning zarbasi to'g'ri yengil vazn, lekin ham gigant bo'lmaydi. Aynan mana shu vaznning vakili hisoblanadi. Qanchalik ta'sir qilishligini his qilish qiyin emas. Chuqur himoya va keskin hujum. Asosan hozircha yon tomondan zarbalar yo'llamoqda. Samet Gumush ilk uchrashuvni argentinalik Ferreira Guillermoga qarshi o'tkazib 5-0 hisobida raqibini mag'lubiyatga uchratdi va Do'smatovga raqib bo'layapti. Ushbu vaznda Hasanboy Do'smatovga qozog'istonlik Rozbek Selagulov asosiy raqib. Ikkinchi raqamda tanlangan yana bir kuchli zarba. Xo'p, keyingi bosqich haqida hamma bilgisi keladi. Endi Hasanboyning darajasi bunga imkon beradi. Yo qirg'izistonlik yoki tojikistonlik raqib bilan to'qnash kelish ehtimoli juda ham katta. Birinchi raund yakuniga yetdi. U endi boshlanishi, hali hammasi emas. Takroriy vaziyatlar namoyish etiladi. Samet siqildi shekilli. Hasanboyni bugungi janglarda ishtirok etgan vakillarimiz ajoyib tarzda keyingi bosqich masalasini hal etishdi, chorak final masalasini. Mana bu chap qo'lda yon tomondan aylanma zarba. 19 bir ovozdan. Boşaltıyor, yakala direkt. Direkt yakala bir daha çık. Kendi yapma, onun işini geliyor. Seconds out. İğnelemen lazım. Tamam, bak hadi. Samet Gumush menimcha hozir bor imkoniyatini ishga soladi, boshqa iloji yo'q. Birinchi raundda bir necha marotaba Do'smatovning zarbalarini his qilib ko'rdi. Endi o'zinikini namoyish eta olishda hamma gap. Yevropa chempioni oddiy unvon emas, unda ham. Lekin taroziga qo'ysa, juda katta farq. Hasanboy o'z uslubida raqibni aylanishda davom etyapti. Ta'qib ham bor. Zarba o'tkazdi.
Kutilganidek Samet ham majbur. Boshqa iloji yo'q. Oldinga tashlanadi. Mana yana oldinga kelish oqibati. Himoyaga tegyapti uning zarbalari. Do'smatovdan. Qanday kombinatsiya kutamiz? Hozircha jim. Mana o'sha kutilgan zarba chap qo'lda to'g'ridan berilgan kuchli zarba. Ayrim bokschilarda masofa ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi raund, ikkinchi qismi deb oladigan bo'lsak, Turkiya vakili biroz mana shu jihatga e'tibor qaratib boshladi. Chunki raqib zarbalari ancha og'ir, mana bunday zarbalarni qabul qilish oddiy ish emas. Hasanboydan asta-sekin o'zining uslubidagi saralangan zarbalar namoyishi boshlandi. Ring markazini qariyb asosiy vaqtlarda raqibga topshirib qo'yib, o'zi aldamchi harakatlar bilan hujumga o'tyapti. Semitni omadi kelmadi deb aytish mumkin. Ikkinchi bellashuvdayoq birinchi raqamli bokschiga to'qnash kelish Qur'ani ishi. Vaholanki o'sha eng katta darajasi Yevropa chempionligimi? Bunday bokschilar biroz uzoqroqqa borishi kerak aslida. Referi jangni to'xtatyapti. Oyoq kiyimi bog'icha yechilib ketgan. Birinchi raundga nisbatan yaxshi boshlagan edi. Semet mana bunday zarbalarni o'tkazish ortidan tinishga majbur bo'lyapti. To'g'ri, ta'qib harakat yo'q emas, ammo o'ylagan ishini amalga oshirish qiyin kechyapti. Biroz qiliq ko'rsatishga ham ulgurdi. Yengdim, yutdim deyapti ikkinchi raundda, lekin uning baxtiga unday emas aslida. 40-45% kuch bilan ishlayapti Do'smatov. O'zini bilamiz, chaqqonlik, tezkorlik va texnik jihatdan amalga oshiradigan harakatlari bu jahon boksida aynan mana shu vaznda o'ziga xos standart shablonga aylanib bo'lgan. Yana 10 yo'q, hattoki 18. 9lar 20 ga 18. Birinchi raunddagi baholar takrorlandi yana. 2-0. Seconds out. Third and final round. Endi ikkalasi ham tezlashadi oxirgi raund. O'ng qo'l bilan hujumga o'tdi, lekin chap qo'lni ishlatishga ulgurmadi. O'zini holatini o'zgartirib bo'lgan edi. Raqib hujumga o'tib qolish ehtimolini oldini olish bu. Turkiyalik bokschidan sal boshqacharoq harakat kutgandim. Negaki bu kabi nomdor raqib bilan bahsda ikki xil variant qo'llaniladi. Biri ruhiy jihatdan undan hayiqish, ikkinchisi o'sha ruhiy jihatning ustunligi ortidan o'zini bor imkoniyatini namoyish etish. Ikkinchi variant biroz to'g'ri keladiganga o'xsharroq turibdi-ki, ammo ijro masalasida Semet juda orqada qolib ketyapti.
Hasanboyga qizib olish uchun bu jang kerak edi. Mana shunday raqib, sparing raqib deyshadi bokschilarning o'zlari. Va biroz tezkorroq bo'lsa, o'zi hozir qarab chiqdim. Unchalik taniqli ishtirokchilar yo'q, qarib bor, yo'q emas. Payti kelganda ular bilan tanishtirib o'tamiz albatta. Va biroz vaqt o'tgan va bu boshqa turnir sentyabrda Liverpuldagi jahon chempionatida qizib olganlar bor. Hasanboy ularga qarshi ringga chiqish kerak. Shu sababli ham kuchliroq raqib tushganligi bir tarafdan yaxshiroq. Umumiy ko'rinishda Samet Kumush yomon taassurot qoldirmayapti-yu, lekin orqada qolish masalasida ancha uzoqlashib qolyapti. Hasanboyning tezkorligini juda yaxshi bilamiz. Yana aytaman, 50% ham emas, 45-50 o'rtasidagi imkoniyat ishga solingan qarib. Endi bu shaxsiy qarashim, shaxsiy taxminim, balkim bunga qo'shilmasligingiz ham mumkin. Hech qanday muammo yo'q. Bo'ldi, masala hal. Do'stmatov ishtirokidagi birinchi jangni ko'rdik. Raqibi turkiyalik Samet Kumush bo'ldi. Turkiyalik murabbiylar vaziyatni biladi, lekin rostdan ham yomon jang o'tkazmadi. Endi raqib bu dunyo darajasidagi, jahon darajasidagi bokschi Hasanboy Do'stmatov ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, yomon jang o'tkazmaganligini shogirdlariga ular. Ladies and gentlemen, the decision goes in favor of your winner via unanimous decision. In the red corner, representing Uzbekistan, Hasanboy Do'stmatov. Dastlabki jang, dastlabki g'alaba. Xo'p, aytib o'tganimdek, Hasanboy Do'stmatovni hozir bo'lib o'tadigan Tojikiston hamda Qirg'iziston vakillari o'rtasidagi jang g'olibi bilan bahsda ishtirok etadi. Chorak finalda. Xo'p, undan keyingi raqiblari